nimaga asfalt qilishdan oldin benzinni, ya'ni kuragimizga sachishimiz kerak. Agar benzinimiz yonadigan bo'lsa, sifatli asfalt bo'ladi. Eng qizig'i, ushbu xonadonimizga o'sha 150 kvadrat metrga akalarimiz chiroyli qilib turib 1 yilga garantiya beriladigan asfaltlar qilib berishyapti ekan. 1 yil nimaga garantiya beriladi desalar, yozda yomg'irdan, qishda ya'ni qordan saqlaydigan bo'ladi. Mashinangiz baloni burilsa, cho'kib oladigan bo'lsa, bepul yoqib beramiz deyapti ekan. Qalinligiga keladigan bo'lsak, do'stlar, 5-7 sm bo'ladi. Undan tashqari har 1 metrga 1 sm, 1,5 sm uklonlarga cho'qib berishgan bo'ladi. Eng qizig'i do'stlar, metr so'yini olib bersalar, zasifka xizmatlarini shunday holatda chiroyli qilib bepul yoqib berishar ekan. Agar xonadonga shunaqa sifatli asfalt xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, 1 kvadrat metr narxiga keladigan bo'lsak, 58 ming so'mdan boshlab 75 ming so'mgacha bo'ladi. Agar ko'chalarga qildiraman masalan, 1 tonnasi narxi 600 ming so'mdan boshlab turib 650 ming so'mgacha bo'ladi. Bu narxlarda ichida vodiy bo'lib, dastavka, ustanovka, servis, o'lchash, dizaynerlik xizmati mutlaqo bepul bo'ladi. Kimgadir qiziq bo'lsa, bu asfaltimizni, ya'ni asfaltchi bolalar jamoasi qilib bergan bo'ladi. Zakaz berish uchun akalarimiz nomerlarini pastda qoldirdik.